hamma chet davlatda ta'lim olishni orzu qiladi. Lekin ko'pchilik qanday qilib chet davlatda ta'lim olish mumkinligini bilishmaydi. Men bu videoda sizga qanday qilib chet elda ta'lim olishingiz mumkin bo'lgan top maslahatlarni berib o'taman. Eng avvalo matematika fanini o'rganing. Chunki matematika fanini o'rganish sizga boshqa fanlaringizda ham yaxshi o'qishga yordam beradi. Va matematikani yaxshi o'rganish davomida esa siz boshqa fanlarni o'rganish orqali o'z maktab bahoyingizni, ya'ni buni ingliz tilida GPA deb atashadi. O'sha GPA orqali siz chet el oliygohlari tomonidan akademik muhitga qanday darajada tayyor ekanligingizni ko'rsatib beruvchi shansga, ya'ni imkoniyatga ega bo'lasiz. Ikkinchisi esa bu albatta ingliz tili darajasini bilish testi, ya'ni xalqaro IELTS imtihoni. Siz xalqaro IELTS imtihoni topshirish orqali 150 dan ortiq davlatda ta'lim olish huquqiga ega bo'lasiz. Ko'pchilik davlatlardagi talabalar aynan IELTS imtihonini topshirib, chet davlatda ta'lim olishadi. Sizga kerak bo'ladigan uchinchi narsa esa bu SAT sertifikati bo'ladi. SAT sertifikatidan siz agarda 1200 dan yuqori ball olsangiz, siz chet elga o'qishni rejalashtirmayotgan bo'lsangiz ham O'zbekistondagi davlat oliygohlarida grant asosida ta'lim olishingiz mumkin. Lekin agarda siz chet davlatning eng topoviy universitetlarida o'qimoqchi bo'lsangiz, SAT dan yuqori ball olishlik sizni kirish shansingizni ancha yuqori qilib oshirib beradi. Men ham oddiygina bir talaba bo'lib chet elda ta'lim olaman. Siz ham demak bemalol chet davlatda o'qishingiz mumkin. Faqatgina sizni chet davlatda o'qishligingiz bugungi qilayotgan qarorlaringizga hamda harakatingizga bog'liq ekanligini